Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar. Xudo xolasa yana bir yangi obyektimizni boshladik. Tomga penalonboz qo'yish jarayoni. Hozirgi bu obyektimiz ham Namanganda bo'ldi. 140-150 kvadrat joy bor edi. 7 sm qilib quyib berdik. Ertalab kelishni boshlaganmiz. Mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa yaxshi holatda chiqdi, zo'r holatda. Bu penalonboz asosan loy suvoqlarni o'rniga qo'yamiz yoki bo'lmasa yuqori bosilib qo'ygan loy suvoqlar ustidan ham qo'yib beramiz. Effekti bilinadi. Zo'r holatda chiqyapti. Izolyatsiyani ham 100% ushab beradi hamda vazni yengil bo'ladi. Boshida ko'rib turganlaringiz bu suyuq holatda quyiladi. Buni qatishiga 10 minut vaqt kerak bo'ladi. 10 minutdan keyin quyib bo'lganimizdan so'ng ustida mana bemalol yursalaring bo'laveradi. Oyog'ingiz chiqishi yo'q, yorilish yo'q, boshqa yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, quyib bo'lingan tarafda hamma instrumentlarimiz, gipslar, mana ustida yurib bemalol quyapmiz. Faqat qurib ketishiga shu 1 oy, 1,5 oy vaqt kerak bo'ladi. Shu vaqt ichida o'zini toza holatida qurib ketadi. Kerakli joylariga ham dimoxodlar qo'yilib, mana ikkitadan 3 tadan qilib har bitta uyga. Xo'p, bu padastroq ma'lumot berib o'taylik. Bu penalonbozga mana bir qop gips tashaladi, sement qo'shiladi. Bu apparatimizdan penas chiqadi. Shularning aralashmasi bir boshdan quyilaveradi. Bu quyilgan narsa yorilmaydi, vazni yengil bo'ladi, yonmaydi. Hasharot ko'ylab bunaqa qiladigan narsa bas. Chunki mana tarkibida o'zi aytib turibmiz, gips bo'ladi, sement bo'ladi. Hasharot ham bunga yaqinlashmaydi. Mana ko'rib turganlar shu penas qo'shiladi. Mana shuncha joyimiz qolgan mana. Bo'ldi, mana hozir bir qator quyishyapti, bir qator qo'yiq qilib yamab olinadi, keyin ustun qilib o'zi razmerini chiqarib qo'yilaveradi. Mana shunday tekis holatda, chiroyli holatda chiqadi o'zi quyilgandan so'ng. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz. Shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab sifatli, mustahkam qilib qo'yib beramiz. Kvadrat narxlariga ham bir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 7 sm-ligi 45 ming, 10 sm-ligini 55 ming qo'yyapmiz. Kvadrat kattaroq joylarga kelishtirib beramiz narxlarni.